Qishloqimizdan qaytib kelgandan turli bor o'shaning. Qora bor. Ondan bozor bor. Bundan men urushga borib qaytib kelganlar. Ondan boshqa urushda qaytmaganlardan kimlarni eslaysiz? Qaytmaganlardan turli qo'shnilar deydi Toshimon akasi. Birin-birini aytib Kenja Panji deyildi, Diramama degan mamani o'g'li edi. Ularda avlodlardan kimlar bor hozir qishloqda? Kimda avlodlar? Shu Kenja Panji buvani avlodi yo'q. Avlodi qolmagan, ha? Qolmadi. Urug' qolmadi. Undan Rahimov Norboy, mana Demirov buvani akasi edi. Akasi. U kishidan ham avlod qolmagan, ha? Tursun Xolboyev Tursun deyiladi. Mana uzoq bolalarni akalari, ukalari. Undan Eshmirzayev Nazar Ergashlik akasi. Xolboyev Ergash Chupon akasi. Kimiki Kenja. Uzog'im Kenja. Uzog'im Chori, uzog'im Yo'ldosh, uzog'im Musulmon. Bu to'rtov kimiki. Shu to'rtalasini onasini momom rahmat aytadilar. Bir oiladan 4 yigit urushga ketib to'rtalasi ham qaytmagan deb. Shu Uzoqovlar oilasimi shular? Uzoqovlar oilasi. Ularni otalari kim bo'lgan? Ularni avlodidan qishlog'imizga hozirgacha avlodidan Toshimboy. Toshimboyni yenasini opasini ullari edi. Onasini opalarni o'g'li edi, opasini. Mana undan mana omam bor. Jumayev Oman. Buni akasi Nog'ro'min degan kemaga ketdi. Qadir bor degan Toshimboy bachalari bor-ku. Ro'zigul. Ro'zigulda otasi kemaga ketdi. Bitta yolg'iz yigit so'ram. Urushdan kemaga ketdi. Ondan Karam momani otasi Chori degan bor, bular robotchi bachalanga bor nima. Biyim qullarni otasi bor, Berdi bor, buram kemaga ketdi. Ondan Rahmon bor degan bor, buram kemaga ketdi, robotchi batalyan borib. Ana shular shunday kemaga ketdi-da, o'ldirmay qaytadilar, Xudoga shukr. Biyim qullar ro'ska qarashga ketlar kapot deveradi. Bilinga tushirib olsan, yiqqur shunday ro'ska qarashga ketlar kapot deydi. Bundan bize otamiz, bize komandalar koymayız, öldürme. Ştab kapparamız bunu deydi. Filine düşürsek, komandarga ana mukafat verir. Demiş ki, ştabka versek. Filine düşürüp versek. O soldatlar o'zlari norozi bo'lganda. Yerda yomon ko'rgan o'zlari. Gildir kapot, neymiş qaro, savun, ruska qaroshaki. Bizlarni ko'rgandan bori jo'g'i joyidan hakabdan chiqib chovishda kelib oldimizga kelgandan keyin qo'lda orujani otib jigarib qo'lni ustiga ko'tarib keladi oldimizga o'zlari. Ruska qarashga Gitler kapot deydi. Mana shularni ko'rib keldikda. Urushdan keyin ham O'zbekistonga qolib O'zbekistonga ishlab bergan nemislar bo'lgan ekanda, bu ham. Qozog'istonda Qozoq. G'obiyda, Toshkentda qolib ketgan ekanda bizlar nemislar. Hali bepul ishlab mana Xudoning pochtasiga nevaram gazeta berib, gazeta chiqdi. Xudoning pochtasidan, Xudonikiga. Çarşamı hormat boyukomuzda gazeta rasmimizni tushirib chiqaruvdi. Mana bu urushdan qaytib kelgandan keyin nima ish bilan shug'ullangansiz? Urushdan keyingi davrlarda, yillarda qishlog'imizda hayot tarzi qanday bo'lgan? Shular haqida ham ozgina gapirib bersangiz. Qishloq haqida ham urushdan keldingiz, kelgandan keyin nima ishlar bilan shug'ullandingiz? Kelganimdan keyin yaroq suzib keldim.
Yaraksız. Bir ayağım işlemeydi. Bir ayak buna girdim. İki koltuk ayakımla bir yıl ayakımla girdim. İşlergenim yok, işlermedim. Bir yıldan keyin kalkoz karavulluğa dedi. Buna idirelerge, nimelerge, nelerge. Bundan ot minip karavulluq kılaydım. Mol pastaga, gollaga, mol kiriyap dese şular koytarım, haydap yüreydim. Şimdi kalkıp sütüp karayıp Rahman parayısıdı. Şerim şulara karayıversin dep, beni şunday işlerge koyduk, yaraksız sen. Şu kolxozga qaysi qishloqlar qaragan? Yankent, Kaprin. Bizga kolxoz, Yankent bo'lak kolxoz edi. Kaprin bo'lak kolxoz edi. Kaprin qayerga? Shiraliga qaraganmi? Yo'q, o'zi adilni. O'zi bo'lak. O'zi g'alla kolxoz edi. Sher ona bana fayz yo'ldan nari orqasidan bor, orqasidan ham o'zi bizlarga qarag'isi kolxozlar. So'g'il g'alla kolxoz o'tirib yillik oktyabr kolxozi ham bo'ldi. Kolxozda bo'ldim, kolxozda ishladik. Ana shu ayollar, bechoralar kecha kunduz yig'lab urushdi vaqtda ishlagan ayollar shu pullar. Ana shu pullar shularda g'alla kolxozi raisi Rahmonov edi. Yani shunday ishlaganman. Siz urushga ketayotgan paytlar, esingizni tanigan vaqtlar, shu vaqtlar nechtalar ovul, nechtalar uy bor edi? Bo'lsa 30ta bo'lgan. 30ta. Urush vaqtlaridan oldinlarda. Borida bittadan sigir, bittadan eshak, bittadan ot. Bori 10ta, 12ta, 20-30 molida bo'ldi. Qishloq hozirgi o'rinda bormidi yo boshqa joydamidi qishloq? Shu pillami? Shu pilla shu hozir stadion bor-ku. Stadion o'rnida. Shunda yashaganmiz to'lov. 30 fo'dal degani shunda yashaganmiz. U vaqtlarda demak stadion o'rnida bo'lganmizda lalmi joy bo'lgan? Suvli joy bo'lmaganda hech kimda. Yo'q. Suvli pastda Şiranlı orgu o'tgan edi. O'zimiz oramizda orq bor edi-ku. Qorovon tomorqasi, Sipon tomorqasi, Ravshanov tomorqasi oramizda orq o'taydi. Shu Şiranlı orq edi. Şiranlı suv o'tib shundan o'taydi. Bundan o'tgan yeridan suvli bosib, suv o'ratamız suv o'tdi. Bo'lmasa lalni sapdi. Ishkab yo'q edi. Buniki to'raq bo'lmagan. Shu pilla qishloqda to'raq quruqari bitta xinasi so'lmas edi. Yashagaydigan. Odamlarni yashash tarzi qanday bo'lgan? Nimani orqasidan hayot kechirgan? Hayot kechirishi chorvami? Chorva. Bori sigirma, buzovma, ho'kizma, qo'yishma. Shuni sotib, nima qilib, oyog'i sherik degan gap bor edi. Sherik, mol so'yib, haftada bo'lib oldik. Masalan, ikkovimiz bilan bitirgan bo'lsak, to'sin yavash-yavash deymizda, demak bugun yer oramizda sherik bu bo'day egamiz, deyimizda bola egamiz. Bolalardan bir bilan eshak qo'shib haydaymiz, otni qo'shib haydab bir olib yeyib, bolasini bo'lib olamiz. Birgalikda sherikchilikda. Shu qishloqda kattalar oxirni bunisi degan, raykomga deganday shu pullar shundaylar bor ekan to'nqaylar odamlar shu bo'lib beradigan haqini deyilmaydi. Bunga ham ber, buniki ham haqqi bor. Nima o'zing deysan shu bilan bor. Kim o'zlari mana bolalar xirmonda janchib bo'day tag'lab qo'yib shuni chaqir ekan. Mana tag'lab qo'yib bo'day berib bering deb. Ana shuni odamlarga bo'dayga buyurib ber ekan. Bir-birini haqqini yema, o'zingning haqqini ye, xizmatini qil. Yeb tirikchiligini qilib bellam qo'lla ekan, bellam. Dalmiga. Bel bilan jirovlar qo'lla ekan. Yeshak bilan tuya, ot, ana ho'kiz ishlaydi. Ishlar shular ham. Bir xilga aytsangiz, nima qilibsan?
Eshakam ishlaymadiydi. Hozir aytadi. Eshakam mana bir 70 kilo, 80 kilo buğdayni ortaydi, o'zarga shunga zagazinaga berib kelaydi, eshak bilan osib borib. Orava bor, o'nga 500 kilo qo'llari osib qo'ydi oravaga, orava bilan borib o'zarga berib kelaydi. Ot janchib beraydi, buğday borpani. Ho'kizam o'zi janchib beraydi, yana to'ldirib ham beraydi. Ana shuni bir xilga aytib, bekor aytmaydi. Jarayon. Ho'kizlar ishlagan, eshak ishlagan, ot ishlagan. Bundaylar ko'rgan. Keyin qarang bu, siz 25-yil tug'ilganman dedingiz. 25-yil tug'ilgan bo'lsangiz, urushga ketganingizcha 18 yoshga to'lgan ekansiz. Demak, shu vaqtda o'zingizni esingizda tanib, oq nima, qora nima bilib qolgansiz. Kiyishlarimizni bilib qolgansiz. Shu vaqt hozir aytdingiz, men urushga ketishimdan oldingi yillarda, shu vaqtlarda, urush davrlarida Kaprin qishlog'ida 30 ta xo'jalik ya bor edi, ya yo'q edi deyapsiz. 30 atrofida. Eski stadionimizning o'rnida, larmi joyda, suvsiz joyda hayot kechirishgan chorva bilan birgalikda qishlog'imizda ota-bobolarimiz. Endi sizga bitta savolim, shu vaqtlar yoshingizdan urushga ketishdan oldin, undan keyingi vaqtlarda bog'alarimizdan, momolarimizdan siz baribir eshitgansiz. Chunki 30 tagana xo'jalik bo'lgan. Bu qishloq qayerdan kelgan? Nima uchun Kaprin deb nomlangan? Avlodlarimiz, ajdodlarimiz qayerga borib taqaladi? Shu haqida eshitgansiz baribir. Hozir ko'p bilganingizcha gapirib bersangiz. Yani endi buni o'zimizni eshitganim bo'yicha bu Kaprinni shunga buna bo'lgani Qoraqalpoqdan deydi. Boy bo'ri, boy sari degan ikki aka og'ayin nimalar kelib, shu yerlarga mol haydab chorva bilan nima qilib kelib qolib ketgan. Shularning urug'i boy bo'ri, boy sari deb. Shu yaqinlarda ashulalarda aytib qo'yardik. Qolgan shularning urug'idan biz urug'imiz Qoraqalpoq deb qo'yadi o'zimizgilar. O'g'lar aytaydi. Eshitganimda. Yo'q, eshitganingiz gapiravering. Shuni shu urug'imiz bizni Qoraqalpoq degan. Qo'ng'irotmiz deb. Mana poy yo'lingizda mashin yo'l bor-ku, asfalt. Shu yo'l 47-yili bo'ldi. Qo'qondan Qarshıga o'yda yo'l yo'q edi. 47-yili bo'ldi. Bizni Qarshi-G'uzor yo'limiz Yagenti ismidan Pantivadan keladi. Eski Soqol sentri bor-ku. Shuni narigi ustidan yo'l kelib, mashin yo'llar Qarshiga bir kunda 2 ta, 3 ta ya bitta ya 4 ta mashina o'taydi bir kunda o'tsa. Bu vaqtda Shiranish bilan birga o'tib ketganda, kanal yoqada. Yagenti bilan mana bozor ikki bozor o'rtasida o'tib ketgan. Ikki bozor qarab. Bizda yo'l 47-yil yo'l bo'ldi. Kolxozga odamlarini ayol erkakni olib ishlatib yo'l qildi shundan. Bismillahirrohmanirrohim. Ilohi amin. Alloh, Xudo osmonimiz musofo bo'lsin. Tinchlik, salomatlik, xotirjamlik, tana sog'lik bo'lsin. Xudo hamisha to'qlik bersin, sho'xlik bersin. Ovoz bersin, dilimiz ovoz bo'lsin, xalqimiz to'q bo'lsin, dushmanlar yo'q bo'lsin. Yoshlarimizga omad bersin, tinchligini bersin. Bilimli, injener, texnik, o'qimishli bo'lib yashayversin, uylansin, jaylansin, bolali, chog'ali, nevarali, chevarali bo'lib, niyatiga, murod maqsadiga yetib bersin. Nevara, chevaralarimiz, o'g'il qizlarimiz yashayversin. Bularga hamisha Xudo qorasin, osrasin, sog'lasin, o'zi bandam desin. Mushkulini oson qilsin, hajatini ravon qilsin. Hamisha niyat bo'lgan murod maqsadiga yetkazsin Xudo davlatimizni, yoshlarimizni. Allohu akbar.